Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Ba'zan bir insonning eng buyuk qurbonligi shunday bo'ladiki, odamlar uni yillar davomida gunoh deb o'ylashadi. Ba'zan esa butun bir qishloq adashadi. Faqat bitta qariya haq bo'lib chiqadi. Bu hikoya 100 yoshga kirgan bir chol haqida. Uni bir vaqtlar avliyo deb ulug'lashgan. Keyin esa nomiga tupurishgan. Ammo uning o'lim to'shagida aytgan birgina siri minglab odamlarning boshini egishga majbur qilgan edi. O'sha sir esa 80 yil davomida yuragida ko'tarib yurgan qonli omonat edi. Tog'lar bag'rida yashiringan qadimiy qishloqlardan birida Sulton Bobo ismli mo'ysafid yashardi. U yaqindagina 100 yoshini qarshilagan edi. Ammo uni ko'rgan odam hech qachon oddiy qariya deb o'ylamasdi. Uning qaddi hali ham tik, nigohi o'tkir, xotirasi esa ko'plab yoshlarnikidan kuchli edi. Yuzidagi har bir ajin ortida alohida tarix yashardi. Urushlar, yo'qotishlar, ayriliqlar, ocharchiliklar, sabr va matonat. Ikkinchi jahon urushida Yevropaning yarmini piyoda bosib o'tgan bu inson ko'kragidagi orden va medallarni hech qachon maqtanish uchun taqmasdi. Ularni faqat bir narsani unutmaslik uchun saqlardi. Urushning narxi qanchalik dahshatli bo'lganini. Ayoli 20 yil oldin olamdan o'tgan. Farzandlari esa shaharlarda o'z oilalari bilan yashashardi. Sulton Bobo esa eski paxsa devorli hovlisini tark etishni istamasdi. Har tong bomdoddan keyin hassasiga tayanib qabriston tomon yo'l olar. O'tib ketgan do'stlari, urushda qolib ketgan safdoshlari va qarindoshlari haqqiga Qur'on tilovat qilardi. Qishloq ahli uni tirik afsona deb bilardi. To'ylar ham uning duosiz boshlanmasdi. Janozalarda ham eng oldinda u turardi. Hamma unga hurmat bilan salom berardi. Ammo hech kim tasavvur qila olmasdi. Oradan ko'p o'tmay aynan shu inson butun qishloqning nafratiga uchrashini, odamlar uning ortidan la'natlar yog'dirishini, hatto o'z farzandlari ham undan yuz o'girishini. Qishloqning narigi chekkasida esa Zarnigor ismli 20 yoshli qiz yashardi. U shunchalik go'zal ediki, uning husni haqida qo'shni qishloqlarda ham gapirishardi. Ammo go'zallik har doim ham baxt olib kelmaydi. Ba'zan u baloga aylanadi. Zarnigorning ota-onasi 2 yil oldin dahshatli avtohalokatda halok bo'lishgan edi. Shundan keyin qiz otasining ukasi Tohirning qo'liga qolgan. Tohir esa na rahmni bilardi, na insofni. Ichkilik va qimor uning umrini yemirib bo'lgan edi. Zarnigor tongdan kechgacha xizmatkor kabi ishlardi. Biror marta shikoyat qilsa yengasi Saodatning haqoratlari boshlanardi. Qizning yagona taskini ota-onasining qabri edi. U tez-tez qabristonga borar. Qabr toshlarini quchoqlab yig'lardi. Go'yo yer ostidan ota-onasi ovoz berib uni yupatadigandek. Ammo javob bo'lmasdi. Faqat shamol va sukunat. Bir kuz oqshomida Tohir yana qimordan qaytdi. Bu safar odatdagidan ham battar ahvolda edi. Uning yuzi oqarib ketgan. Qo'llari titrardi. Chunki u $50,000 qarz bo'lib qolgan edi. Qarzni esa oddiy odamga emas, Jalolboy degan mashhur jinoyatchiga yutkazgan edi. Jalolboy 55 yoshda, 3 marta uylangan, qo'pol va shafqatsiz odam sifatida tanilgan edi. Tohirning esa bu qarzni to'lashga imkoniyati yo'q edi. O'sha kecha uyda ayanchli suhbat bo'ldi. Zarnigor oshxona ortida idish yuvayotgan paytda amakisi va yengasining gaplarini eshitib qoldi. Tohir boshini changallab o'tirardi. Saodat esa sovuq tabassum bilan unga qarab dedi: "Nega boshingni qotiryapsan? Uyimizda tayyor yechim turibdi-ku." Jalolboy anchadan beri Zarnigorga ko'z olaytiradi. "Uni 4-xotin qilib beramiz. Qarz yopiladi. Ustiga ustak qalin ham olamiz." Zarnigorning qo'lidagi piyola yerga tushib sindi. Ammo ichkaridagilar buni eshitmadi. Qizning yuragi muzlab ketgan edi. U o'z xonasiga yugurdi. Yuzini yostiqqa bosib yig'lay boshladi. 55 yoshli zolimga xotin bo'lish, bu o'limdan ham dahshatli tuyulardi. Ertasiga Tohir qarorini aytdi. 3 kundan keyin Jalolboyning odamlari keladi. "Tayyor tur. Agar biror shovqin qilsang tiriklay ko'mib tashlayman."
Zarnigor hech narsa demadi. Faqat uydan yugurib chiqdi. To'g'ri qabriston tomon. Shamol yuziga urilar. Ko'z yoshlari esa sovuqdan muzlab qolayotgandi. Ota-onasining qabri oldiga yetib borgach tiz cho'kdi. Dadajon, onajon, nega meni o'zingiz bilan olib ketmadingiz? Men yashashdan charchadim. Meni qutqaringlar. Yoki yoningizga chaqirib olinglar. Qizning ovozi qabriston bo'ylab aks-sado berdi. Aynan shu paytda bir necha qator narida duo qilib o'tirgan Sulton bobo bu faryodni eshitdi. U sekin o'rnidan turdi. Hassasiga tayandi va qabrlar orasidan qiz tomon yurdi. "Qizim", dedi u mayin ovozda. "Nega bu qadar yig'layapsan? Murdalarning ham oromi bor." Zarnigor boshini ko'tardi. Uning qarshisida butun qishloq hurmat qiladigan mo'ysafid turardi. Shu lahzada ichida yig'ilib qolgan barcha dard yorilib chiqdi. U hammasini aytib berdi. Qimor qarzi, Jalolboy, amakisining xiyonati va bugun kechqurun o'zini osishga qaror qilganini ham. Sulton bobo indamay eshitdi. Keyin sekin so'radi. "Isming nima qizim? Otang kim edi?" "Ismim Zarnigor. Otam Akmal edi. Bobom esa Murod polvon." Shu ism aytilishi bilan Sulton boboning qo'lidagi hassa titrab ketdi. Uning ko'zlari kattalashdi. "Murod polvon", dedi u pichirlab. So'ng qizning bo'ynidagi eski tumorga qaradi va birdan nafasi ichiga tushib ketdi. Chunki bu oddiy tumor emas edi. Bu uning 80 yil oldin urushga ketayotgan do'stiga bergan tumorining yarmi edi. O'sha lahzada qariyaning ko'zlariga yosh keldi. U osmonga qarab pichirladi. "Demak, shuning uchun meni 100 yoshgacha yashatdingmi? Mening qarzim hali tugamagan ekan." Keyin Zarnigorga tikilib qat'iy ohangda dedi. "Ko'z yoshlaringni art qizim. Men tirik ekanman. Seni hech kim sotolmaydi. Hech kim." Zarnigor Sulton boboning so'zlarini eshitib bir lahza unga tikilib qoldi. U bu gaplarni oddiy tasalli deb o'yladi. Axir qarshisida 100 yoshga kirgan qariya turardi. Qarshi tomonda esa pulga, qurolga va odamlarga ega bo'lgan Jalolboydek yirtqich bor edi. Ammo Sulton boboning nigohida shunday qat'iyat bor ediki, qiz beixtiyor ishonib ketdi. O'sha nigohda urushlarni yenggan odamning kuchi yashirin edi. Sulton bobo hassasini yerga qo'yib, qizning boshiga qo'lini qo'ydi. "Endi yig'lama. Uyga qayt. Men seni yolg'iz qoldirmayman. Men bergan so'zni buzmayman." Zarnigor sekin bosh irg'adi. U hali ham nima bo'lishini bilmasdi. Ammo ichidagi o'lim haqidagi fikrlar ilk marta ortga chekingandek bo'ldi. Shu kuni kechqurun Tohirning hovlisida g'alati shovqin boshlanib ketdi. Jalolboy qora rangli qimmatbaho mashinasida yetib kelgan edi. Yonida 2 nafar qorovuli bor edi. Hovlida dasturxon yozilgan. Qozonda go'sht qaynardi. Tohir esa xushomad bilan yugurib yelib xizmat qilardi. Xuddi jiyanini emas, bir qo'yni sotayotgandek. Zarnigor ichkaridagi xonada oq libos kiydirilgan holda o'tirardi. Qo'lida esa kichkina oshxona pichog'i bor edi. Agar hech qanday najot bo'lmasa, o'zini himoya qilish uchun emas, o'zini o'ldirish uchun. Chunki Jalolboyga tegishdan ko'ra o'lim afzal tuyulardi. Mulla ham kelgan edi. Hamma narsa tayyor edi. Jalolboy mo'ylovini burab kuldi. "Chaqiringlar qizni. Nikohni o'qitamiz." Tohir yugurib ichkariga kirmoqchi bo'lgan paytda hovli darvozasi birdan qarsillab ochildi. Shunday ochildiki, hamma beixtiyor o'girildi. Darvozadan kirib kelayotgan odamni ko'rib esa hech kim gapira olmay qoldi. Bu Sulton bobo edi. Ammo bugun u odatdagidek emasdi. Egnida urush davridan qolgan tantanali choponi. Ko'ksida esa qator-qator orden va medallar yaltirardi. Uning ortidan qishloqning eng hurmatli oqsoqollari kirib kelayotgan edi. Hovlini sukut bosdi. Tohirning yuzidagi tabassum muzlab qoldi. Sulton bobo asta oldinga yurdi. Hassasini yerga urdi. Ovoz butun hovliga tarqaldi. "Men bu yerga mehmon bo'lib kelmadim", dedi u.
Men bu qizning sotilishiga yo'l qo'ymaslik uchun keldim. Jalolboy kulib yubordi. Oldiniga bu vaziyat unga kulgili tuyuldi. Chol, yoshingiz ulug'. Ammo bu ishga aralashmang. Qarz evaziga qiz menga tegadi. Qonuniy nikoh bo'ladi. Siz nima qila olasiz? Qarzini to'laysizmi? Sulton bobo unga tik qaradi. Shunday qaradiki, Jalolboyning kulgisi sekin yo'qola boshladi. Ha, dedi qariya. To'layman. Hovlidagilar bir-biriga qarab qolishdi. Tohirning og'zi ochilib qoldi. Jalolboy esa qoshlarini chimirdi. Qancha qarz bo'lsa to'layman, dedi Sulton bobo. Lekin bir shart bilan. Hamma jim bo'lib qoldi. Hatto shamol ham to'xtagandek edi. Jalolboy istehzo bilan kuldi. Xo'sh, qanaqa shart ekan? Sulton bobo chuqur nafas oldi. Keyin ichkaridagi eshik oldida qotib qolgan Zarnigorga qaradi va baland ovozda dedi: Zarnigor Jalolboyga emas, menga turmushga chiqadi. Hovli ustiga go'yo chaqmoq tushdi. Bir necha soniya hech kim hatto nafas ham olmadi. Tohirning qo'lidagi piyola yerga tushib sindi. Mullaning qo'lidagi tasbeh to'xtab qoldi. Jalolboy esa qotib qoldi. 100 yoshli qariya 20 yoshli qizga uylanmoqchimi? Odamlar orasida shivir-shivir boshlandi. Keyin esa shovqin ko'tarildi. Bu nima degani? Bu aqldan ozish-ku. Bu sharmandalik. Jalolboy qahqaha otib kuldi. Ha ha ha. Chol, sening miyang aynib qolibdi. Qariganingda yosh qizga havas qilibsan-da. Sulton bobo uning kulgisiga parvo ham qilmadi. U choponining ichidan eski baxmal xaltachani chiqardi va stol ustiga tashladi. Xaltachadan oltin tangalar va quyma tillalar sochilib ketdi. Ularning yaltirashi hammaga ko'zni qamashtirdi. Men bu tillalarni 80 yildan beri saqlab kelaman, dedi Sulton bobo. Ular mening mukofotim edi. Bugun esa do'stimning omonatini qutqarish uchun kerak bo'lyapti. Jalolboyning ko'zlari tillalarga yopishib qoldi. U qiymatini bir qarashda tushundi. Bu qarzdan bir necha barobar qimmat edi. Sulton bobo oldinga qadam tashladi. Qani, ol. Qarzing yopildi. Endi yo'qol va qaytib bu qizga yaqinlashma. Jalolboyning yuzi qorayib ketdi. U tillalarni oldi. Ammo ko'zlarida nafrat chaqnardi. Bu ish shu bilan tugamaydi, chol, dedi u tishlarini g'ijirlatib. Sulton bobo esa javob bermadi. Faqat tik qarab turdi. Nihoyat Jalolboy odamlarni ergashtirib chiqib ketdi. Ammo uning ko'zlaridagi qasos olovi hali o'chmagan edi. Hovlida qolganlar esa endi Sulton boboga boshqa nigoh bilan qarashardi. Hayrat va jirkanish aralash nigoh bilan. Oqsoqollardan biri boshini chayqadi. Sulton aka, pulingiz bo'lsa qizni qutqarib qo'yib yuborsangiz bo'lmasmidi? Nega o'zingizga nikohlayapsiz? Bu qiz nevarangiz tengi-ku. Imom ham chuqur xo'rsindi. El nima deydi endi? Sulton bobo esa ilk bor ovozini balandlatdi. El qayerda edi bu qiz sotilayotgan paytda? Qayerda edi sizlarning adolatingiz? Hamma jim bo'lib qoldi. Chunki javob yo'q edi. Sulton bobo ichkariga qaradi. Zarnigor hali ham eshik oldida qotib turardi. Qizning ko'zlari yoshga to'la edi. U hech narsani tushunmasdi. Ammo bir narsani his qilardi. Bu inson uni qutqarish uchun o'z obro'sini qurbon qilayotgan edi. Sulton bobo uning yoniga bordi va past ovozda dedi: Menga ishon qizim. Men seni himoya qilaman. Men seni hech qachon xafa qilmayman. Zarnigor uning ko'zlariga qaradi va ilk marta yuragi tinchlandi. Nikoh o'qilgan kuni qishloq osmoni xuddi biror qora xabarni kutayotgandek tund edi. Zarnigorning roziman degan ovozi juda past eshitildi. Ammo shu birgina so'z bilan uning taqdiri butunlay o'zgardi. Mulla duoni tugatdi. Odamlar esa hali ham nima bo'lganini anglay olmay bir-birlariga qarab qolishardi. Bir tomonda 100 yoshli urush faxriysi, ikkinchi tomonda 20 yoshli qiz.
Bu manzara ularning tasavvuriga sig'masdi. Ammo eng qizig'i shundaki, bu nikohdagi eng xotirjam odam aynan Zarnigorning o'zi edi. Chunki u Jalolboyning qo'liga tushish bilan Sulton Bobo himoyasiga o'tish o'rtasidagi farqni yaxshi bilardi. Nikohdan keyin Sulton Bobo qizning qo'lidan ushlamadi ham. Faqat oldinga yurib dedi: "Ketdik qizim. Endi bu yerda senga joy yo'q." Va ular hovlidan chiqib ketishdi. Odamlarning nigohlari orqasidan o'qdek ergashib borardi. Ertasi tongda esa butun qishloq qaynab ketdi. Choyxonalarda, bozorlarda, masjid hovlisida faqat bitta mavzu bor edi. Sulton Bobo aqldan ozibdi. Qariganda yosh qizga uylanibdi. Odamlar uning yillar davomida orttirgan obro'sini bir kunda yer bilan yakson qilishdi. Kimdir uni nafsiga qul bo'lgan chol dedi. Kimdir kampirining arvohidan uyalmadi dedi. Ba'zilar esa undan yuz o'girib ketishdi. Eng og'iri esa hali oldinda edi. 3 kundan keyin Toshkentdan uning farzandlari yetib kelishdi. Katta o'g'li Jamshid mashinadan tushishi bilan hovliga bostirib kirdi. Uning ortidan 2 singlisi ham kelayotgan edi. Jamshid otasiga salom ham bermadi. "Ota, siz nima qilib qo'ydingiz? Butun el oldida bizni sharmanda qildingiz. 100 yoshga kirib yosh qizga uylanishga uyalmadingizmi?" Sulton Bobo javob bermadi. Faqat jim o'tirib tasbih aylantirishda davom etdi. Bu esa o'g'lining jahli chiqishiga sabab bo'ldi. "Gapiring. Nega indamaysiz? Odamlar ustimizdan kulishyapti. Sizning deb bolalarimiz maktabda bosh ko'tara olmay qoldi." Sulton Bobo sekin boshini ko'tardi va faqat bitta gap aytdi: "Vaqti kelib hammasini tushunasizlar." Jamshid alam bilan kulib yubordi. "Tushunamizmi? Nimasini tushunamiz? Sharmandalikni tushunamizmi? Men bugundan boshlab sizni ota demayman." Uning singillari ham yig'lab hovlidan chiqib ketishdi. Sulton Bobo esa ortidan qaramadi ham. Faqat tasbih donalari barmoqlari orasida aylanishda davom etdi. Zarnigor bularning hammasini eshik ortidan eshitib turardi. Uning yuragi ezilib ketdi. Bu inson uning deb o'z farzandlarini ham yo'qotayotgan edi. O'sha kecha qiz ko'p yig'ladi. Sulton Bobo esa odatdagidek ayvonda uxladi. Zarnigor esa ichki xonada. Eshik ichkaridan qulflangan holda. Bir necha hafta o'tdi. Keyin oylar ham o'ta boshladi. Va asta-sekin qiz bir narsani tushundi. Sulton Bobo unga biror marta ham er sifatida muomala qilmagan edi. Unga faqat nevarasidek qarardi. Shahardan yangi kiyimlar olib kelardi. Universitetga tayyorlanishi uchun ustozlar topdi. Kutubxonadan kitoblar olib kelib berardi. Har safar ovqatlanayotganda birinchi bo'lib uning likopchasiga taom suzardi. Qiz ilk bor o'zini himoyalangan his qila boshladi. Lekin ichidagi savol tobora kattalashib borardi. Nega? Nega bu inson uning uchun shuncha narsani qurbon qildi? Bir kuni qishning sovuq oqshomida ular pechka yonida choy ichib o'tirishardi. Tashqarida qor yog'ayotgan edi. Zarnigor nihoyat chidolmadi. "Ota", dedi sekin. "Sizdan bir narsani so'rasam bo'ladimi?" Sulton Bobo bosh irg'adi. "Albatta qizim. Nega meni qutqardingiz? Nega aynan men uchun butun qishloqning nafratini qabul qildingiz? Nega shunchaki pul berib yubormadingiz? Nega meni nikohingizga oldingiz?" Xonani jimlik bosdi. Pechkadagi cho'g'lar sekin qarsillardi. Sulton Bobo uzoq vaqt javob bermadi. Keyin og'ir xo'rsindi. "Agar men seni shunchaki qutqarganimda", dedi u sekin, "Tohir baribir seni qaytarib olardi. Jalolboy ham tinch qo'ymasdi. Qonun bo'yicha men senga hech kim bo'lmasdim. Ammo nikohdan keyin hech kim seni mendan tortib ololmaydi. Hech qanday sud, hech qanday qarindosh, hech qanday jinoyatchi." Zarnigor hayrat bilan qarab qoldi. U bu darajadagi uzoqni ko'ra oladigan reja haqida o'ylamagan edi. Ammo savolning eng muhim qismi hali javobsiz edi. "Baribir", dedi qiz. "Nega aynan men uchun? Nega?" Sulton Bobo boshini egdi.
Keyin asta o'rnidan turdi. Xonaning burchagidagi eski sandiq oldiga bordi. Uni ochdi. Ichidan sarg'ayib ketgan bir nechta xat va eski buyumlarni oldi. So'ng qo'lidagi matoga o'ralgan narsani ehtiyotkorlik bilan ochdi. Zarnigorning yuragi bir lahzaga to'xtab qolgandek bo'ldi. Chunki qariyaning qo'lida uning bo'ynidagi tumorga aynan mos keladigan ikkinchi bo'lak turardi. Ikki qism bir-biriga qo'shilsa mukammal shakl hosil qilardi. Sulton boboning qo'llari titrardi. Ko'zlari namlangan edi. Nihoyat u sekin dedi: "Chunki men sening bobong Murod polvonning qotiliman." Zarnigorning qo'lidagi piyola yerga tushib chil-chil bo'ldi. Uning nafasi ichiga tiqilib qoldi. "Nima dedingiz?" Sulton bobo ko'zlarini yumdi. Va 80 yil davomida hech kimga to'liq aytolmagan sir nihoyat tiliga chiqdi. "Ha qizim, men sening bobongni o'z qo'lim bilan otganman." Xonadagi havo birdan og'irlashib ketdi. Pechkadagi olovning qarsillashi ham eshitilmay qolgandek edi. Zarnigor nafas olishni unutdi. Uning quloqlari shang'illab ketdi. Qarshida o'tirgan inson bir necha oy davomida uni himoya qilgan. Unga mehr bergan. Hayotini saqlab qolgan edi. Endi esa aynan shu inson bobosining qotili ekanini aytayotgandi. "Yo'q", dedi qiz titrab. "Yo'q. Bu bo'lishi mumkin emas. Siz hazillashyapsiz." Sulton bobo boshini sekin chayqadi. Yuzidagi og'riq shu qadar chuqur ediki, uni soxtalashtirib bo'lmasdi. "Men 80 yildan beri shu yuk bilan yashayapman qizim. Har kuni, har soniya, har nafasda." Zarnigor asta devorga suyanib o'tirdi. Uning oyoqlari bo'shashib ketgan edi. Qanday qilib? Nega? Sulton bobo uzoq sukut saqladi. So'ng pechka ichidagi olovga tikilib gap boshladi. "Men va Murod polvon aka-ukadek edik. Bir ko'chada ulg'ayganmiz. Birga cho'milganmiz. Birga mushtlashganmiz. Birga non yeganmiz. Qishloqda hamma bizni egizakdek bilardi. Men undan 2 yosh kichik edim. Lekin u meni doim ukasidek asrardi. Keyin urush boshlandi. Bizni bir kunda frontga olib ketishdi. Murod polvonning ayoli o'sha paytda homilador edi. U ketayotganida bo'ynidagi tumorni 2ga bo'ldi. Yarmini o'zida qoldirdi. Yarmini esa xotiniga berdi. Agar qaytmasam, bolamizga taqasiz dedi. Sulton boboning ovozi titrab ketdi. Biz urushning eng dahshatli joylariga tushdik. Ochlik, sovuq, qon, o'lim. Har kuni yonimizdagi odamlar yiqilib qolardi. Ammo Murod polvon doim meni himoya qilardi. Bir kuni qahraton qishda bizning bo'linmamiz qamalda qoldi. Atrofda faqat portlashlar, o'q ovozlari va o'lim bor edi. Men yugurayotganimda yonimda mina portladi. Ko'zimni ochganimda oyoqlarim ishlamayotgan edi. Dushman esa yaqinlashib kelardi. Men o'limni kutayotgandim. Lekin Murod polvon qaytib keldi. U o'zi qochib ketishi mumkin edi. Lekin meni tashlab ketmadi. Meni yelkasiga ortib oldi va qor ichida sudrab olib ketdi. Zarnigor ko'z yoshlarini artdi. U bobosini hech qachon ko'rmagan edi. Ammo shu hikoyani eshitib yuragi siqilib borardi. Biz vayron bo'lgan yer to'laga yashirindik, dedi Sulton bobo. Ammo o'sha paytda snayperning o'qi Murod akaning qornini teshib o'tgan ekan. Men buni kech bildim. U qonga belanib yotardi. Men uni qutqarishga urindim. Ammo iloji yo'q edi. Dushman tobora yaqinlashib kelardi. Itlar hurardi. Nemis askarlari qadam tovushlari eshitilardi. Murod polvon esa dahshatli azob chekardi. Keyin u meni chaqirdi. "Ibrohim", dedi. Sulton bobo shu yerda to'xtab qoldi. Chunki o'sha lahzalarni eslash hali ham og'riqli edi. U meni qo'limdan ushladi va iltimos qildi. "Meni o'ldir", dedi. Men tushunmadim. Yig'ladim. Rad qildim. Lekin u yana iltimos qildi. "Dushmanga tirik tushishni istamayman. Ular meni qiynaydi.
Men baribir yashamayman. Azobimni tugat. Keyin bo'ynidagi tumorni yechib qo'limga berdi. Va qasam oldi. Oilamga qaragin. Farzandimni xor qilma, dedi. Zarnigorning ko'zlaridan yosh oqardi. Sulton bobo esa davom etdi. Men bunga rozi bo'lmadim. Ammo tashqarida dushman eshik oldiga kelib qolgan edi. Agar u baqirsa, ikkovimiz ham ushlanardik. Men miltiqni qo'limga oldim. U esa ko'zlarimga qarab kuldi. Oxirgi marta kuldi qizim. Va dedi: "Ukam, yig'lama. Sen aybdor emassan." Keyin men tepkini bosdim. Xonani sukut bosdi. Pechkadagi cho'g'lar qizil ko'zdek yonib turardi. Men o'sha kuni tirik qoldim, dedi Sulton bobo. Lekin aslida men ham o'sha yerda o'ldim. Urush tugagach qishloqqa qaytdim. Hamma meni qahramon deb kutib oldi. Ammo men o'zimni qotil deb his qilardim. Murod polvonning xotini qo'lida go'dak bilan oldimga yugurib chiqdi. "Erim qani?" dedi. Men esa inday olmadim. Haqiqatni aytolmadim. Shundan beri har kuni shu yuk bilan yashadim. Zarnigor asta yig'lab yubordi. U qariyaning ko'zlariga qaradi va ilk marta uning ichidagi og'riq qanchalik ulkan ekanini tushundi. "Siz qotil emassiz", dedi qiz pichirlab. "Yo'q. Siz bobomning jonini olmagan ekansiz. Siz uning azobini tugatgansiz." Sulton bobo boshini chayqadi. Ammo men baribir o'zimni kechira olmadim. Shuning uchun butun umr oilangizni uzoqdan kuzatib yurdim. Yordam berdim. Ammo yaqin borishga jur'at qilolmadim. Keyin ota-onang halok bo'ldi. Men yana kech qolay deb qoldim. Mazorda seni ko'rganimda tushundim. Bu mening oxirgi imkoniyatim edi. Xudo meni bekorga 100 yoshgacha yashatmagan ekan. Men Murod polvonga bergan va'damni bajarishim kerak edi. Zarnigor sekin o'rnidan turdi. Qariyaning oldiga bordi va uning titrayotgan qo'llarini ushlab oldi. "Ota", dedi u yig'lab. "Siz menga hayot berdingiz. Siz bobomga bergan va'dangizni bajardingiz. Men sizdan nafratlana olmayman." Sulton boboning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. 80 yil davomida yuragida muz bo'lib yotgan og'irlik ilk marta eriy boshlagandek edi. Ammo ular bilishmasdi. Shu paytda qishloqning narigi chekkasida Jalolboy o'zining eng iflos rejasini tuzayotgan edi. U stol ustiga musht urdi. "O'sha qari tulki meni butun tumanda kulgi qildi. Endi navbat meniki." U yonidagi odamlarga qaradi. Bugun tunda Sulton bobo o'ladi va hamma buni tabiiy o'lim deb o'ylaydi. Jalolboyning ko'zlari qonga to'lgandek edi. Uning uchun pul yo'qotish dahshat emasdi. Obro' yo'qotish dahshat edi. Butun umr odamlarni qo'rqitib yashagan. Oldidan hech kim tik qaramagan bu odam 100 yoshli qariya tomonidan butun qishloq oldida yer bilan bitta qilingandi. Bu alam uni ichidan kemirardi. Stol ustidagi qadahni devorga otdi. Shisha chil-chil bo'lib sinib ketdi. "Men hali hech qachon o'ljamni qo'ldan chiqarmaganman", dedi u tishlarini g'ijirlatib. "O'sha qiz ham, cholning tillalari ham baribir meniki bo'ladi." Uning yonida Tohir ham o'tirardi. Ammo hozir u avvalgidek dadil emas edi. Chunki voqealar nazoratdan chiqib ketayotganini sezayotgandi. Jalolboy unga tikildi. "Sen hovlini yaxshi bilasan. Qaysi eshik qayerga chiqishini ham bilasan. Bugun kechasi bizni ichkariga kiritasan." Tohirning yuzi oqarib ketdi. "Hoji aka, men bunaqa ishga aralashmay." Jalolboy stol ustidagi pichoqni olib bir zarb bilan yog'ochga sanchdi. Tohirning gapi tomog'ida qoldi. "Aralashasan", dedi Jalolboy sovuq ohangda. "Chunki sen allaqachon bu ishning ichidasan." Tohir boshini egdi. U qo'rqoq edi. Umri davomida shunday bo'lib kelgan va yana qo'rquvni tanladi. Yarim tunda qishloq ustiga qalin tuman tushdi. Oy ham bulutlar ortiga yashiringan edi. Sulton boboning hovlisi esa sokin ko'rinardi. Zarnigor ichki xonada uxlay olmay yotardi.
Kechqurun eshitgan haqiqatlar hanuz yuragini larzaga solardi. Bobosining o'limi. Sulton boboning vijdon azobi. 80 yillik omonat. Bularning hammasi bir kechada uning hayotini o'zgartirib yuborgandi. Ayvonda esa Sulton bobo joynamoz ustida o'tirardi. U uzoq duo qildi. Keyin osmonga qaradi. Yuzidagi charchoq juda chuqur edi. Ammo ko'zlarida qandaydir yengillik paydo bo'lgandi. Chunki nihoyat haqiqatni aytgandi. Nihoyat yuragidagi sirni yolg'iz ko'tarib yurmasdi. Shu payt hovlining narigi chetidan juda mayin bir ovoz eshitildi. Oddiy odam buni shamol deb o'ylardi. Ammo Sulton bobo oddiy odam emas edi. U urushning eng qonli yillarida razvedkachi bo'lib xizmat qilgan edi. 80 yil o'tgan bo'lsa ham ba'zi sezgilar o'lmaydi. Qariyaning ko'zlari ochildi. Nafasi sekinlashdi. Yana bir marta. Qars. Quruq yaproq bosilgandagi tovush. Dushman. deb pichirladi u ichida. Va shu zahoti yoshligidagi kabi hushyor tortdi. U sekin o'rnidan turdi. Ayvon ostidagi eski sandiq yoniga bordi. Qulfni ochdi. Ichidan yog'och qutini oldi. Qutining ichida urushdan keyin qonuniy ruxsat bilan saqlab kelgan eski ov miltig'i bor edi. Sulton bobo miltiqni qo'liga oldi. 2 patronni joyiga soldi. Keyin qorong'ilikka quloq tutdi. Hovli devori ortida esa allaqachon 4 ta soya ichkariga oshib tushgan edi. Jalolboy, uning 2 odami va Tohir. Ularning nafaslari ham eshitilmasdi. Ammo qariyaning qulog'i ularni allaqachon payqagan edi. Jalolboy qo'lidagi pichoqni siqib ushladi. Avval chol, keyin qiz, dedi u pichirlab. Va ular ayvon tomon yurishdi. Karavot ustidagi ko'rpa odam yotgandek ko'rinardi. Jalolboy masxarali kuldi. Hammasi tugadi chol, dedi ichida. U odamlariga ishora qildi. Biri yostiqni tayyorladi. Ikkinchisi pichoqni. Va bir zumda karavot ustiga tashlanishdi. Ammo yostiq bosilgan joy bo'sh edi. Ko'rpa ostida hech kim yo'q edi. Nima jin ursin, dedi Jalolboy cho'chib. Xuddi shu lahzada qorong'ilik ichidan sovuq ovoz yangradi. Nemis josuslari ham shunday ahmoq bo'lardi. Hamma sapchib orqasiga o'girildi. Ayvon burchagida Sulton bobo turardi. Qo'lida miltiq. Nigohi esa po'latdek qattiq. Bir lahzaga hech kim uning 100 yoshda ekaniga ishonmasdi. U xuddi urushdan qaytib kelgan jangchi kabi ko'rinardi. Jalolboy o'zini yo'qotmadi. Miltiqni tushir chol, dedi u. Baribir otolmaysan. Qari qo'llaring qaltirayapti. Sulton bobo jilmaydi. Juda g'alati jilmaydi. Men Stalingradda qaltirashni unutganman, dedi sekin. Keyin miltiqning og'zini pastga burdi va birdan o'q uzdi. Gum! O'q Jalolboyning oyog'i oldidagi taxtaga tegdi. Yog'och parchalari havoga uchib ketdi. Jalolboy ham, uning odamlari ham qotib qolishdi. Chunki ular bitta narsani tushunishgandi. Bu qariya hazillashmayotgan edi. Mening yoshim 100 da, dedi Sulton bobo. Men o'limdan qo'rqmayman. Lekin sizlar qo'rqishingiz kerak. Chunki bu hovliga yovuz niyat bilan kirgansizlar. Shu payt ichki xonaning eshigi ochildi. Zarnigor yugurib chiqdi. U vaziyatni ko'rib dahshatdan qotib qoldi. Ota, deb baqirdi u. Yo'q. Qiz yugurib borib Sulton boboning oldiga turdi. O'zingizni xavfga qo'ymang. Meni olib ketishmoqchi bo'lsa meni olib ketishsin. Sizga tegishmasinlar. Sulton boboning ko'zlari namlandi. Murod polvonning qoni, deb o'yladi u ichida. Xuddi bobosiga o'xshaydi. U qizni ortiga tortdi. Orqamda tur qizim. Bugun hali men tirikman. Aynan shu paytda uzoqdan sirena ovozlari eshitildi. Avval bitta, keyin yana biri. So'ng ko'chada mashinalarning chiroqlari ko'rindi. Chunki o'q ovozi butun qishloqni uyg'otgan edi. Qo'shnilar allaqachon politsiyaga qo'ng'iroq qilishgandi. Jalolboyning yuzi oqarib ketdi.
U tuzoqqa tushganini tushundi. Bir necha soniyadan keyin hovliga qurollangan politsiyachilar bostirib kirishdi. Qochishga uringan Tohir darvoza yonida ushlandi. Jalolboy va uning odamlari esa Sulton boboning miltig'i qarshisida taslim bo'lishdan boshqa chorasi qolmaganini anglashdi. Kishanlar taqildi. La'natlar yog'ildi. Va nihoyat ular olib ketildi. Hovli yana jim bo'lib qoldi. Ammo bu tun hali tugamagan edi. Chunki eng og'ir jang endi boshlanayotgan edi. Sulton bobo miltiqni yerga qo'ydi va birdan ko'ksini changallab qoldi. Uning yuzi oqarib ketdi. Nafasi qisildi. Zarnigor dahshat bilan unga qaradi. "Ota, otajon, nima bo'ldi sizga?" Qariya kursiga sekin cho'kdi va pichirladi. "Qizim, men charchadim. Juda charchadim." Zarnigorning yuragi qinidan chiqib ketay dedi. U bir lahzada hammasini unutdi. Jalolboyni ham, politsiyani ham, o'q ovozlarini ham. Uning ko'z o'ngida faqat bitta manzara bor edi. Sulton bobo kursida o'tirgancha ko'ksini changallab qolgan edi. Yuzidagi rang oqarib ketgan. Nafasi esa tobora og'irlashib borardi. "Ota", dedi Zarnigor yig'lab. "Menga qarang. Iltimos, ko'zingizni yummang." Sulton bobo unga qaradi. Ko'zlarida g'alati bir xotirjamlik bor edi. Xuddi uzoq yo'l yurib manzilga yetgan odamdek. "Qo'rqma qizim", dedi u zo'rg'a. "Men hali shu yerdaman. Ammo yurak ba'zan urushdan ham charchaydi ekan." Politsiyachilar yugurib kelishdi. Tez yordam chaqirildi. Qo'shnilar hovliga to'plana boshladi. Endi odamlar boshqa manzarani ko'rishardi. Bir necha soat oldin g'iybat qilgan, ortidan kulgan qariya hozir o'lim bilan olishayotgan edi. Va uning boshida yig'lab turgan qiz esa hech qanday boylik uchun emas, chin yurakdan kuynayotgan edi. 10 daqiqa o'tmay tez yordam yetib keldi. Shifokorlar Sulton boboni zambilga yotqizishdi. "Yurak xuruji", dedi ulardan biri. "Ahvoli juda og'ir." Zarnigor ham mashinaga chiqib oldi. Hech kim uni to'xtatmadi. Chunki endi hamma bir narsani tushunib ulgurgandi. Bu qiz va bu qariya orasidagi rishta odamlar o'ylagan iflos munosabat emas edi. Bu rishta vijdon, omonat va fidoyilikdan yaralgan edi. Shifoxonaga yetib kelishgach Sulton boboni jonlantirish bo'limiga olib kirishdi. Eshik yopildi. Zarnigor esa koridorda yolg'iz qoldi. U stulga o'tirdi. Qo'llari orasida 2 bo'lak tumordan biri bor edi. Ikkinchi bo'lagi esa Sulton boboning cho'ntagida qolgan edi. Qiz tumorni kaftiga bosdi va yig'lab duo qila boshladi. "Xudoyim, uni olib ketma. Men hali unga rahmat ham aytolmadim. Hali qarzimni ham uzolmadim." Tong yorishayotgan paytda shifoxona oldiga qora mashina kelib to'xtadi. Undan Jamshid va uning singillari tushdi. Kechagi voqealar allaqachon ularga yetib borgandi. Ammo ular hali ham hamma haqiqatni bilishmasdi. Jamshid koridorga kirishi bilan Zarnigorni ko'rdi va yana jahli chiqdi. "Hali ham shu yerdamisan?" dedi u. "Otamni shu ahvolga sen solding." Zarnigor boshini ko'tarmadi. U bahslashishga kuch topolmasdi. Shu payt koridorda yana bir necha odam paydo bo'ldi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i, tergovchi, qishloq oqsoqoli va imom. Ularning yuzlari jiddiy edi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jamshidning oldiga kelib to'xtadi. "Avval siz bir narsani bilib olishingiz kerak", dedi u. "Kecha tunda otangizning uyiga qurollangan jinoyatchilar bostirib kirgan. Ular otangizni o'ldirmoqchi bo'lishgan." Jamshid qotib qoldi. "Nima dedingiz?" Tergovchi qo'lidagi hujjatlarni ochdi. Jalolboy va uning sheriklari qo'lga olindi. Tohir ham hibsda. Ularning ko'rsatmalarida hammasi bor. Ular otangizning tillalarini talash, Zarnigorni o'g'irlash va otangizni o'ldirish uchun kelishgan. Jamshidning yuzidagi rang o'zgardi. U asta devorga suyandi. Oqsoqol oldinga chiqdi
va koridordagi barcha odamlar eshitadigan qilib gapira boshladi. Biz hammamiz xato qildik, dedi u. Eng katta xato esa otangizni hukm qilganimiz bo'ldi. U qizga nafs bilan emas, himoya uchun uylangan. Hamma jim bo'lib qoldi. Imom davom etdi. Agar nikoh bo'lmaganida Tohir qizni qaytarib olardi. Jalolboy esa baribir unga yetib borardi. Sulton aka buni tushungan. U o'z nomini qurbon qilgan, obro'sini qurbon qilgan. Hatto o'z farzandlarini ham yo'qotishga rozi bo'lgan. Faqat bir yetim qizni saqlab qolish uchun. Jamshidning ko'zlari namlandi. U asta Zarnigorga qaradi. Bir necha oy davomida bu qizni ayblab kelgandi. Endi esa o'zidan uyalib ketdi. Shu payt reanimatsiya eshigi ochildi. Shifokor tashqariga chiqdi. Hamma bir zumda o'rnidan turdi. Ahvoli qanday? Dedi Jamshid shoshilib. Shifokor chuqur xo'rsindi. Hozircha tirik. Lekin vaqt juda oz. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, navbat bilan kiringlar. Koridorni sukut bosdi. Zarnigor yig'lab yubordi. Jamshid esa boshini egdi. Chunki u birdan bir narsani tushundi. Ba'zan odamning buyukligi uning qancha yashaganida emas, boshqalar uchun nimani qurbon qilganida ekan. Va aynan shu lahzada butun qishloq bo'ylab bir haqiqat tarqala boshladi. Sulton bobo nafsining quli bo'lgan qariya emas edi. U omonatni 80 yil yuragida ko'tarib yurgan haqiqiy qahramon edi. Ammo eng katta haqiqat hali aytilmagan edi. Chunki Sulton bobo hali hushiga kelmagan va uning yuragida yashirinib yotgan yana bir sir bor edi. Koridorda vaqt go'yo to'xtab qolgandek edi. Har bir daqiqa bir soatdek cho'zilardi. Har bir soniya esa yurakni ezardi. Zarnigor qo'llarini duoga ochgancha jim o'tirardi. Jamshid esa deraza oldida qotib qolgan edi. U umrida ilk bor o'z otasini qanchalik kam bilganini his qilayotgandi. Bir necha oy davomida uni aybladi. Uyalmasdan yuziga og'ir gaplar aytdi. Hatto sizdek otamiz yo'q degan edi. Endi esa shu so'zlar miyasida bolg'adek urilardi. Reanimatsiya eshigi yana ochildi. Hamshira chiqib atrofga qaradi. Zarnigor Qodirova kim? Dedi u. Men, deb o'rnidan turdi qiz. Bemor sizni chaqiryapti. Zarnigorning oyoqlari qaltirab ketdi. U sekin eshik tomon yurdi. Xonaga kirgan zahoti yuragi ezilib ketdi. Sulton bobo oppoq choyshab ustida yotardi. Qo'llariga tomchi dori ulangan. Ko'ksiga apparatlar qo'yilgan. Nafasi qiyin chiqardi. Ammo ko'zlari ochiq edi. Qizim, dedi u sekin. Zarnigor uning yoniga yugurib bordi. Ota, men shu yerdaman. Sulton bobo uning qo'lini ushladi. Qo'llari muzdek edi. Meni diqqat bilan eshit. Vaqtim oz qolgan bo'lishi mumkin. Bunday demang, dedi Zarnigor yig'lab. Siz hali uzoq yashaysiz. Qariya mayin jilmaydi. Men 100 yil yashadim qizim. Ko'pchilikka nasib qilmaydigan umr ko'rdim. Endi Xudoning irodasi nima bo'lsa shu. Lekin aytadigan gapim bor. U sekin boshini yostiqqa suyadi. Sandiqdagi hujjatlar orasida bir maktub bor. Uni men 50 yil oldin yozganman. Agar men ketib qolsam, o'sha maktubni hammaga o'qib ber. Ayniqsa Jamshidga. U bilishi kerak. Nima haqida maktub? Dedi Zarnigor. Sulton bobo ko'zlarini yumdi. Haqiqat haqida. Men hech qachon ayta olmagan haqiqat haqida. Shu payt apparat tovushi tezlashdi. Hamshira ichkariga yugurib kirdi. Bemorni charchatmang, dedi u. Zarnigor majburan tashqariga chiqdi. Ammo endi uning yuragida yangi savol paydo bo'lgandi. Qanday maktub? Qanday sir? Tushga yaqin Sulton boboning ahvoli biroz barqarorlashdi. Shifokorlar xavf hali o'tmaganini aytishdi. Ammo eng yomoni ortda qolgandek edi. Shu payt qishloqdan odamlar kela boshlashdi. Avval bir necha kishi, keyin o'nlab odamlar, so'ng yuzlab. Kechagacha uning ortidan kulganlar.
Bugun kasalxona oldida duo qilib turishardi. Kimdir non olib keldi. Kimdir sadaqa berdi. Kimdir Qur'on tilovat qildi. Gap bir qishloqdan butun tumanga tarqalib ketgandi. Odamlar endi haqiqatni bilishayotgandi. Kechqurun Jamshid yolg'iz o'zi otasining xonasiga kirdi. Sulton bobo yarim uyg'oq edi. "Ota", dedi Jamshidning ovozi titrab. "Meni kechiring." Sulton bobo ko'zlarini ochdi. Bir necha soniya o'g'liga qarab turdi. Keyin qo'lini uzatdi. Jamshid otasining qo'lini ushladi va birdan yig'lab yubordi. "Men yomon farzand bo'ldim", dedi u. "Sizga ishonmadim. Sizni tushunmadim. Hatto sizdan uyaldim." Sulton bobo chuqur nafas oldi. "Yo'q bolam. Sen shunchaki haqiqatni bilmasding. Men ham aytmaganman. Demak ayb ikkalamizda." Jamshid boshini egdi. "Otajon, sizni uyga olib ketaman. Siz hali nevaralaringizni ko'rasiz. Hali ko'p yashaysiz." Sulton bobo uzoq jim qoldi. So'ng deraza tomonga qaradi. Quyosh botayotgan edi. Oltin rang nur xona ichiga tushib turardi. "Bilasanmi, Jamshid?" dedi u sekin. "Men umr bo'yi bir narsadan qo'rqib yashadim." "Nimadan, ota?" "O'limdan emas. Vijdonim bilan yuzlashishdan. Men Hasan akamning ko'zlarini unutolmadim. 80 yil davomida unutolmadim. Har tong uyg'onganimda ham, har kecha yotganimda ham u meni kuzatib turgandek bo'lardi." Jamshid indamadi. "Endi esa", dedi Sulton bobo mayin jilmayib. "Endi qo'rqmayapman. Chunki omonatni egasiga topshirdim. Hasan akamning nevarasi endi yolg'iz emas. Men va'damni bajardim." Shu so'zlardan keyin xona yana sukutga cho'mdi. Ammo aynan o'sha oqshom qishloqning narigi chekkasida yana bir voqea yuz berayotgandi. Tergov hibsxonasida Jalolboy tun bo'yi uxlay olmay o'tirardi. Uning rejalari barbod bo'lgan. Odamlari qo'lga tushgan. Obro'si yer bilan bitta bo'lgan edi. Ammo eng yomoni bu emasdi. Uni boshqa narsa qo'rqitayotgandi. Chunki tergovchilar eski jinoyatlarni ham kovlay boshlashgandi. Va agar og'zi ochilsa, nafaqat u, balki yana ko'plab odamlar ham qulashini yaxshi bilardi. Shu sabab u qorong'i kamerada o'tirib tishlarini g'ijirlatdi va ichida bir qarorga keldi. "Agar men qulasam, yolg'iz qulamayman", dedi u pichirlab. Bu qaror esa hali hech kim kutmagan yangi bo'ronning boshlanishi edi. Tong juda sokin otdi. Ammo bu sokinlik faqat tashqarida edi. Ichkarida esa bo'ron yaqinlashayotgan edi. Jalolboy kechasi bir daqiqa ham uxlamadi. U temir karavotda o'tirgancha shiftga tikilib chiqdi. Tergovchilar bergan savollar miyasida aylanardi. Ular faqat kechagi bosqinchilik haqida emas, o'tgan yillardagi ishlar haqida ham so'ray boshlashgandi. Qora pul, yerlarni noqonuniy egallash, g'oyib bo'lgan odamlar, qo'rqitilgan guvohlar. Jalolboy yaxshi bilardi. Agar bir kishi gapira boshlasa, zanjir uzilib ketadi. Va o'sha zanjirning narigi uchida juda katta odamlar turardi. Ertalab tergovchi kameraga kirdi. Qo'lida qalin jild bor edi. Jalolboy unga tikildi. Tergovchi esa stolga hujjatlarni qo'ydi. "Senga bir taklif bor", dedi xotirjam. Jalolboy indamadi. "Agar hamkorlik qilsang, ayrim holatlar yengillashi mumkin. Lekin yolg'on gapirsang, umringning qolgan qismini panjara ortida o'tkazasan." Jalolboy kuldi. Ammo bu kulgi sun'iy edi. U ichidan qo'rqayotgandi. Chunki ilk bor vaziyat uning nazoratidan chiqib ketgan edi. Shu payt tergovchi bir suratni stolga tashladi. Jalolboyning yuzi oqarib ketdi. Suratdagi odamni u juda yaxshi tanirdi. Bu tumandagi yirik amaldorlardan biri edi. Jalolboy ko'zlarini qisdi. "Demak, sizlar bu yergacha yetib kelibsizlar." Tergovchi javob bermadi. Faqat kuzatdi. Jalolboy esa ichida bir narsani tushundi. O'yin tugayotgan edi.
Kasalxonada esa butunlay boshqa manzara hukm surardi. Sulton bobo kechagidan yaxshiroq ko'rinardi. Nafasi biroz tiklangan. Ammo shifokorlar hali ham ehtiyot bo'lish kerakligini aytishardi. Zarnigor deyarli uning yonidan ketmasdi. Ovqatini ham shu yerda yedi. Uxlasa ham stulda uxlar edi. Bir kuni tushdan keyin Sulton bobo unga ishora qildi. "Qizim, sandiqdagi maktubni olib keldingmi?" Zarnigor bosh irg'adi. "Ha, ota. Olib keldim." Maktub eski edi. Qog'ozlari sarg'aygan. Burchaklari yeyilgan. U 50 yildan ko'proq vaqt sandiq ichida yotganini ko'rsatib turardi. Sulton bobo maktubga uzoq qarab qoldi. Keyin uni qizga uzatdi. "O'qib ber." Zarnigor ehtiyotkorlik bilan maktubni ochdi. Qo'llari titrayotgan edi. Qog'ozning yuqori qismida birinchi jumla yozilgandi. "Agar bu maktub o'qilayotgan bo'lsa, demak men haqiqatni aytishga ulgurmaganman." Xonadagi hamma jim bo'lib qoldi. Jamshid ham shu yerda edi. Singillari ham. Hatto shifokor ham beixtiyor quloq soldi. Zarnigor o'qishni davom ettirdi. "Men Sulton Rahimov umr bo'yi bir sir bilan yashadim. Men odamlar nazarida qahramon bo'ldim. Ammo o'zimni hech qachon qahramon deb hisoblamadim. Chunki men eng yaqin do'stim Murod polvonni o'z qo'lim bilan o'ldirganman." Jamshid boshini egdi. U bu voqeani endi bilardi. Ammo maktub davom etardi. "Men uni nafratdan emas, qo'rquvdan emas, rahmdan o'ldirdim. Ammo baribir o'ldirdim. Shuning uchun men har bir mukofotni olganimda uyaldim. Har bir maqtovni eshitganimda qiynaldim." Zarnigorning ovozi titradi. Ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Ammo o'qishda davom etdi. "Agar bir kun Murod akamning avlodlaridan biri yordamga muhtoj bo'lsa, men qo'limdan kelgan hamma narsani qilaman deb o'zimga qasam ichganman. Men 100 yil yashadim. Chunki Yaratgan menga shu qasamni bajarish imkonini berdi." Xonadagi sukut yanada chuqurlashdi. Jamshid yig'lay boshladi. Singillari ham ko'z yoshlarini yashira olishmadi. Maktubning oxirgi satrlari esa barchaning yuragini larzaga soldi. "Farzandlarim, agar bir kun meni yomon ko'rsangiz ham mayli. Faqat bir narsani bilinglar. Insonning qadrini odamlar nima deyishi bilan emas, vijdoni nima deyishi bilan o'lchanglar. Men ko'p xato qildim. Ammo omonatga xiyonat qilmadim." Zarnigor o'qishni tugatdi. Xonada faqat yig'i tovushlari eshitilardi. Sulton bobo esa ko'zlarini yumgancha yotardi. Yuzida yengil tabassum bor edi. Go'yo yuragidagi yukning yana bir qismi tushib ketgandek. Shu kuni kechqurun qishloqda g'alati bir voqea yuz berdi. Odamlar o'zlari kelishni boshlashdi. Avval bir kishi, keyin 2 kishi, so'ng o'nlab odamlar. Ular kasalxona oldiga kelib Sulton bobo uchun duo qilishardi. Kechagacha uning ustidan kulganlar. Endi esa uning sog'ayishini tilashardi. Hayot ba'zan juda g'alati. Birgina haqiqat yuzlab yolg'onlarni yuvib ketadi. Ammo aynan shu paytda tergov bo'limida Jalolboy bir hujjatga imzo chekayotgan edi. Va u imzo bilan juda katta odamlarning nomini ochib berishga rozi bo'layotgandi. Bu esa nafaqat tumanni, balki butun viloyatni larzaga soladigan voqealarning boshlanishi edi. Jalolboy imzo qo'ygan zahoti tergovchi bir necha soniya unga tikilib turdi. Xonadagi havo ham og'irlashgandek edi. Chunki bu oddiy ko'rsatma emasdi. Bu yillar davomida yashirinib kelgan bir necha odamning taqdirini o'zgartiradigan hujjat edi. Jalolboy qalamni stol ustiga tashladi va chuqur xo'rsindi. "Men yutqazdim", dedi u sekin. "Lekin yolg'iz yutqazmayman." Tergovchi indamadi. Faqat hujjatlarni yig'ishtirib chiqib ketdi. Oradan ko'p o'tmay viloyatdan maxsus guruhlar kelishni boshladi. Ayrim amaldorlarning uylariga tintuv tushdi. Yillar davomida tegib bo'lmaydigan odamlar deb yurilgan shaxslar so'roqqa chaqirildi. Tuman bo'ylab mish-mishlar tarqaldi. Ammo odamlar hali bu voqealarning asl ildizi qayerdan boshlanganini bilishmasdi. Hammasi bir 100 yoshli qariyaning halol vijdonidan boshlangandi.
Kasalxonada esa vaqt sekin o'tayotgandi. Sulton bobo kundan kunga kuch yig'ayotgandek ko'rinardi. Lekin shifokorlar ehtiyotkor edi. Uning yuragi juda charchagan edi. Bir asrlik umrning og'irligi bor edi unda. Bir kuni ertalab u Zarnigorni yoniga chaqirdi. "Qizim", dedi mayin ovozda. "Men uyga qaytmoqchiman." Zarnigor jilmayib yubordi. Bu gapni eshitishni juda kutgandi. "Shifokor ruxsat bersa albatta qaytamiz, ota." Sulton bobo derazadan tashqariga qaradi. "Men hovlimni sog'indim. Yongoq daraxtini sog'indim. Tongdagi qushlarning ovozini sog'indim. Eng ko'p esa..." U bir zum to'xtadi. "Tinchlikni sog'indim." Shu kuni tushdan keyin shifokorlar kutilmagan qaror chiqardi. Ahvoli barqarorlashgan edi. Bir necha kun ichida uyga chiqarish mumkin edi. Bu xabar butun oilani quvontirdi. Hatto Jamshid ham bolalardek xursand bo'ldi. Chunki u bir narsani tushungandi. Pul topish mumkin. Obro'ni qayta tiklash mumkin. Ammo ota faqat bitta bo'ladi. Oradan yana 4 kun o'tdi. Nihoyat chiqariladigan kun keldi. Kasalxona oldiga mashinalar keldi. Qishloqdan odamlar ham yig'ildi. Shifokorlar Sulton boboni nogironlar aravachasida olib chiqishdi. U atrofga qaradi va hayratda qoldi. Kasalxona oldida yuzlab odam turardi. Ba'zilar qo'lida gul, ba'zilar qo'lida Qur'on, ba'zilar esa shunchaki duo qilish uchun kelgandi. Sulton bobo ko'zlarini yumdi. U umrida ko'p narsani ko'rgan edi. Urushni ham, ocharchilikni ham, yo'qotishlarni ham. Lekin bu manzara yuragini boshqacha ezdi. Chunki bu safar odamlar uni tushunib turishardi. Mashina qishloqqa kirib kelganida yana bir hayrat kutardi. Ko'cha bo'ylab odamlar saf tortib turishardi. Kimdir qo'l silkitardi. Kimdir duo qilardi. Kimdir yig'lardi. Bir paytlar ortidan kulganlar bugun bosh egib salom berishardi. Sulton bobo asta boshini chayqadi. "Odamzod qiziq ekan", dedi ichida. Ba'zan haqiqatga yetib kelishi uchun juda uzoq vaqt kerak bo'ladi. Hovliga kirib kelganida yongoq daraxti tagida to'xtadi. Bir necha soniya daraxtga qarab turdi. Keyin kaftini po'stlog'iga qo'ydi. "Men qaytdim", dedi pichirlab. Go'yo eski do'sti bilan salomlashayotgandek. O'sha oqshom hovlida katta dasturxon yozildi. Ammo bu to'y emasdi. Bu shukronalik dasturxoni edi. Qishloq oqsoqollari keldi. Imom keldi. Qo'shnilar keldi. Hatto ilgari eng ko'p g'iybat qilgan odamlar ham kelib uzr so'rashdi. Sulton bobo esa hech kimni ayblamadi. Hech kimga og'ir gap aytmadi. Faqat bitta jumla bilan javob berdi. Inson adashadi. Muhimi adashganini tan ola bilsin. Shu kecha mehmonlar ketgach hovlida faqat Sulton bobo va Zarnigor qoldi. Osmon to'la yulduz edi. Havo esa mayin. Zarnigor sekin so'radi. "Ota, endi nimani orzu qilasiz?" Sulton bobo uzoq o'yladi. Keyin jilmaydi. "Endi hech narsani", dedi u. Chunki eng katta orzum allaqachon ushalgan. "Qaysi?" Men Murod akamning oldiga boradigan kun kelganda uning ko'zlariga tik qaray olishni istardim. Endi esa qo'rqmayman. Zarnigorning ko'zlari namlandi. U qariyaning qo'lini ushladi. Shu lahzada shamol yongoq barglarini shitirlatdi. Go'yo uzoq yillardan beri kutilgan yarashuvga tabiatning o'zi guvohlik berayotgandek edi. Ammo taqdir hali oxirgi sahifani yopmagan edi. Chunki ertasi kuni ertalab Sulton bobo sandiq ichidan yana bir eski konvert topadi. Va u konvert ichidagi sir nafaqat Zarnigorni, balki butun oilani yana bir bor hayratga soladi. Davomi bor. Ertasi tong odatdagidan ham sokin boshlandi. Sulton bobo har doimgidek bomdoddan oldin uyg'ondi. Kasalxonadan qaytganiga bir necha kun bo'lgan bo'lsa-da, odatlarini o'zgartirmagandi. U sekin o'rnidan turdi. Tahorat oldi. So'ng ayvondagi eski joynamoziga o'tirdi. Namozdan keyin uzoq duo qildi. Yuzida g'alati bir xotirjamlik bor edi.
Go'yo yillar davomida ko'tarib yurgan yukning katta qismi yelkasidan tushgandek. Quyosh endigina ufqdan bosh ko'tarayotgan paytda u hovlini aylana boshladi. Yongoq daraxti yonida biroz to'xtadi. So'ng ayvon ostidagi eski sandiq oldiga bordi. Bu sandiq uning butun umri edi. Urushdan qolgan xatlar, eski suratlar, mukofotlar va unutilgan xotiralar shu yerda saqlanardi. Negadir shu kuni u sandiqni yana ochgisi keldi. Qulfni ochdi. Qopqoqlar g'ichirlab ko'tarildi. Sulton bobo buyumlarni birma-bir ko'zdan kechira boshladi. Shu payt burchakda siqilib qolgan sarg'aygan bir konvert ko'ziga tashlandi. U ilgari bu konvertni ko'rmagan edi. Qoshlarini chimirdi. Ehtiyotkorlik bilan oldi. Ustida eski siyoh bilan yozilgan 2 so'z bor edi. Faqat sulton uchun. Qariyaning yuragi tez ura boshladi. Qo'llari titradi. Bu yozuvni u darrov tanidi. Bu Murod polvonning yozuvi edi. Sulton bobo bir necha soniya qotib qoldi. Axir Murod urushda halok bo'lgan edi. Unda bu maktub qayerdan kelgan? Qanday qilib sandiq ichiga tushib qolgan? Shu payt hovliga Zarnigor chiqdi. "Ota, nima bo'ldi?" Sulton bobo javob bermadi. Faqat konvertni ko'rsatdi. Qiz yaqinlashdi va yozuvni ko'rib hayron qoldi. "Bu bobomning yozuvimi?" Sulton bobo bosh irg'adi. "Ha, qizim. Menimcha shunday." Ular ayvon tagidagi kursilarga o'tirishdi. Sulton bobo chuqur nafas oldi va konvertni ochdi. Ichidan bitta buklangan qog'oz chiqdi. Siyoh ancha xiralashgan bo'lsa-da, yozuvlarni o'qish mumkin edi. Sulton bobo ovozi titrab maktubni o'qiy boshladi. "Aziz ukam Sulton, agar bu maktub senga yetib borsa, demak men qaytolmaganman." Qariya bir lahza to'xtab qoldi. Ko'zlari namlandi. So'ng davom etdi. "Men seni yaxshi bilaman. Agar menga biror narsa bo'lsa, sen o'zingni ayblaysan. Shuning uchun bu xatni oldindan yozib qoldiryapman." Zarnigor nafasini ichiga yutdi. Urushda odamlar ba'zan tanlov qilmaydi. Taqdir ularning o'rniga tanlaydi. "Agar men qaytmasam, o'zingni ayblama. Chunki sen mening ukamsan. Men senga ishonaman." Sulton boboning ovozi bo'g'ildi. Ammo u o'qishda davom etdi. "Agar bir kun mening oilamga yordam bera olsang, yordam ber. Lekin buni qarz deb bilma. Bu birodarlikdir." Zarnigorning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Maktubning oxirgi satrlari esa ikkalasini ham larzaga soldi. "Va yana bir gap. Agar bir kun mening nevaram tug'ilsa, unga ayt. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham yaxshi ko'raman. Chunki qon bir kun yo'lini topadi." Sulton bobo qog'ozni sekin tushirdi. Hovlini sukut qopladi. Faqat daraxt barglarining shitirlashi eshitilardi. Bir necha soniyadan keyin qariya yuzini kaftlari bilan yopdi va yig'lab yubordi. Bu 80 yildan beri ichida yig'ilib kelgan yoshlar edi. "Men bekorga azob chekibman", dedi u pichirlab. "Murod aka meni allaqachon kechirgan ekan." Zarnigor uning yoniga o'tib yelkasiga bosh qo'ydi. "Ota, sizni nafaqat u yaratgan ham kechirgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa sizga bu maktubni bugun ko'rsatmasdi." Shu kuni tushdan keyin Sulton bobo qishloq imomini chaqirdi. Oqsoqollarni ham yig'di. So'ng hammaning oldida o'sha maktubni o'qib berdi. Odamlar yig'lashdi. Hatto yoshi katta erkaklar ham ko'z yoshlarini yashira olishmadi. Chunki ular ilk bor haqiqiy vijdonning og'irligini ko'rishayotgandi. O'sha kundan boshlab qishloqda bir odat paydo bo'ldi. Har yili urush qatnashchilari xotirasiga bag'ishlangan yig'inda Sulton bobo va Murod polvonning do'stligi haqida hikoya qilinadigan bo'ldi. Bu hikoya odamlarni bir narsaga o'rgatardi. Ba'zan eng katta qahramonlik jang maydonida emas, vijdon bilan yashashda bo'ladi. Kechqurun mehmonlar ketgach, Sulton bobo yana yongoq daraxti tagiga chiqdi. Osmonda minglab yulduzlar porlardi. U sekin boshini ko'tardi va pichirladi. "Murod aka, endi ko'nglim tinch. Men va'damni bajardim." Shamol mayin esdi.
Daraxt barglari shitirladi. Go'yo uzoqdan kimdir javob bergandek. Sulton bobo jilmaydi va ilk bor 80 yildan buyon yuragida his qilmagan yengillikni his etdi. Oradan haftalar o'ta boshladi. Bahor qishloqqa butun go'zalligi bilan kirib keldi. Daraxtlar kurtak yozdi. Hovlilar yashillikka burkandi. Ammo eng katta o'zgarish tabiatda emas, odamlarning qalbida yuz berayotgandi. Bir paytlar Sulton boboning uyidan yuz o'girganlar endi deyarli har kuni undan hol so'rab kelishardi. Kimdir meva olib kelardi, kimdir yangi non, kimdir shunchaki bir piyola choy ustida suhbat qurish uchun kirardi. Qariya esa avvalgidek kamtar edi. Hech kimga malomat qilmasdi, hech kimni ayblamasdi. Go'yo boshidan o'tganlarning barchasi unga emas, boshqa birovga tegishlidek. Zarnigor esa kundan kunga ochilib borardi. Uning yuzida uzoq yillik g'amning o'rnini asta-sekin umid egallay boshladi. Universitetga tayyorgarlik davom etardi. Sulton bobo unga eng yaxshi ustozlarni topib bergan edi. Har kuni kechqurun qiz o'qigan narsalarini boboga o'qib berardi. Sulton bobo esa mamnun tinglar edi. Bir kuni u jilmayib dedi: "Bilasanmi qizim, men yoshligimda maktabni ham tugata olmaganman. Urush boshlanib ketgandi. Sen o'qigin. Sening har bir olgan biliming meni ham quvontiradi." Zarnigor kulib yubordi. "Xo'p ota, siz uchun ham o'qiyman." Shu kunlarda yana bir voqea yuz berdi. Jamshid deyarli har hafta qishloqqa keladigan bo'ldi. U avvalgidan mutlaqo boshqa odamga aylangandi. Bir kuni u hovlida otasi bilan yolg'iz qolib qoldi. Uzoq jim o'tirdi. So'ng sekin gap boshladi. "Ota, men sizdan bir narsa so'ramoqchiman." "So'ra bolam. Men sizni nega hech qachon tushunmagan ekanman." Sulton bobo jilmaydi. "Chunki men ham o'zimni tushuntirmaganman. Ba'zan inson eng katta og'riqlarini ichida saqlaydi va boshqalar uni noto'g'ri tushunadi." Jamshid boshini egdi. "Men siz bilan faxrlanaman ota. Bu gapni juda kech aytyapman. Lekin rost." Sulton bobo o'g'lining yelkasiga qo'l qo'ydi. "Kech degan narsa yo'q bolam. Muhimi aytildi." Shu payt darvoza taqilladi. Hovliga bir notanish odam kirib keldi. Taxminan 50 yoshlar atrofidagi bu erkakning qo'lida papka bor edi. "Assalomu alaykum. Men viloyat arxiv boshqarmasidanman. Sulton Rahimov shu yerdami?" Hamma hayron bo'lib qoldi. "Menman", dedi qariya. Notanish kishi unga yaqinlashdi. Bir necha oy oldin urush qatnashchilari bo'yicha eski hujjatlar tekshirilayotgandi. Shunda sizning ismingizga oid qiziq ma'lumot topildi. Sulton bobo qoshlarini chimirdi. "Qanday ma'lumot?" Erkak papkani ochdi. Ichidan eski hujjat chiqardi. "Bu Sovet armiyasining maxfiy mukofotlash hujjati. Sizga topshirilmagan ekan. Chunki urushdan keyin yo'qolib qolgan." Hovlida hamma jim bo'lib qoldi. Hujjatda nima yozilgan edi? Erkak ovoz chiqarib o'qiy boshladi. Serjant Sulton Rahimov jang maydonidan 3 nafar yarador askarni olib chiqqani va dushman qurshovini yorib o'tib butun vзводni qutqargani uchun. Zarnigor hayratdan bobosiga qaradi. Jamshid esa qotib qoldi. Ular bu voqeani hech qachon eshitmagan edi. Erkak davom etdi. "Eng oliy jangovar mukofotga tavsiya etilsin." Bir necha soniya sukut cho'kdi. So'ng erkak jilmayib qo'shimcha qildi. "Hujjat topilgani uchun hukumat sizni rasman taqdirlashga qaror qildi. Kelasi oy viloyatda marosim bo'ladi." Sulton bobo esa kutilmaganda boshini chayqadi. "Menga mukofot kerak emas", dedi u sekin. "Men yetarlicha mukofot olganman." Erkak hayron bo'ldi. Ammo bu davlat qarori. Sulton bobo osmonga qaradi. So'ng Zarnigorga, Jamshidga, hovliga to'plangan odamlarga nazar soldi. Keyin jilmaydi. "Bilasizmi? Men uchun eng katta mukofot allaqachon berilgan." "Qanday?" deb so'radi Zarnigor. Qariya chuqur nafas oldi. "Men 80 yil yuragimda ko'tarib yurgan yukdan qutuldim.
Men yo'qotgan oilani qayta topdim. Men omonatni egasiga topshirdim. Bundan katta mukofot bo'ladimi? Hovlidagilarning ko'zlari namlandi. Chunki ular yana bir bor buyuklikning asl ma'nosini ko'rishayotgandi. Kechqurun qishloq ustiga shafaq yoyildi. Yongoq daraxti barglari orasidan oltin nurlar tushardi. Sulton bobo kursisida o'tirgancha uzoq ufqqa qarab qoldi va ichida bir narsani his qildi. Hayotining eng og'ir qismi ortda qolgan edi. Ammo taqdir unga hali yana bir sovg'a tayyorlab qo'ygandi. Bu sovg'a esa oradan bir necha kun o'tib kutilmagan mehmon bilan birga kelardi. Oradan 3 kun o'tdi. Bahorning mayin shamoli qishloq ko'chalarini kezib yurardi. Hovlilarni yangi non hidi va gullar ifori tutgan edi. Sulton bobo odatdagidek yongoq daraxti tagidagi kursisida o'tirardi. Qo'lida tasbeh. Ko'zlari esa uzoq ufqlarda. U so'nggi haftalarda ancha tinch tortgandi. Go'yo umr bo'yi ko'tarib yurgan yukining katta qismi yelkasidan tushgandek. Zarnigor esa ayvonda kitob o'qirdi. Imtihonlarga tayyorgarlik qizg'in ketayotgandi. Shu payt darvoza taqilladi. 1 marta, 2 marta, 3-marta esa ancha qat'iy. Zarnigor o'rnidan turdi. Balki qo'shnilardandir deb o'yladi. Darvozani ochgan zahoti esa hayratdan qotib qoldi. Tashqarida 55 yoshlar atrofidagi notanish ayol turardi. Oqartirgan ro'mol o'ragan. Ko'zlarida g'alati hayajon bor edi. "Assalomu alaykum qizim", dedi ayol. "Bu yerda Sulton Rahimov yashaydimi?" "Ha, yashaydilar. Siz kim bo'lasiz?" Ayol darhol javob bermadi. Faqat hovli ichkarisiga qaradi. So'ng asta pichirladi. "Men uni 80 yildan beri qidiraman." Zarnigorning yuragi tez urib ketdi. U ayolni ichkariga taklif qildi. Sulton bobo mehmonni ko'rishi bilan qo'lidagi tasbeh yerga tushib ketdi. Bir necha soniya ikkalasi ham qotib qolishdi. "Yo'q", dedi qariya ishonmay. "Bu mumkin emas." Ayolning ko'zlariga yosh keldi. "Meni tanidingizmi, Sulton aka?" Sulton bobo sekin o'rnidan turdi. Qo'llari titrardi. "Muhayyo", dedi u zo'rg'a. "Muhayyo opa." Hovlini sukut qopladi. Zarnigor hech narsani tushunmasdi. Ayol yig'lab yubordi. "Ha, menman. Men Murodning qizi." Sulton bobo bir qadam oldinga tashladi. So'ng yana biri. Va nihoyat ayolning qo'llaridan ushladi. Ko'zlaridan yosh oqardi. "Axir seni oxirgi marta 2 yoshligingda ko'rgan edim", dedi u. Muhayyo ham yig'lardi. "Men ham sizni butun umr qidirdim. Ammo topolmadim." Ma'lum bo'lishicha, urushdan keyin Murod polvonning oilasi boshqa viloyatga ko'chib ketgan ekan. Keyinchalik aloqalar uzilgan. Hujjatlar yo'qolgan. Hayot odamlarni turli tomonga sochib yuborgan edi. Muhayyo esa yaqinda eski arxiv hujjatlarini ko'rib qolgan. Va nihoyat Sulton boboning manzilini topgan edi. O'sha kuni hovlida uzoq suhbat bo'ldi. Muhayyo onasining vasiyatini aytib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Murod polvonning ayoli umrining oxirigacha Sulton bobodan xafa bo'lmagan ekan. Aksincha, uni o'zining ikkinchi ukasidek bilgan. Faqat taqdir ularni ajratib yuborgan edi. Bir payt Muhayyo sumkasidan eski matoga o'ralgan narsani chiqardi. "Men buni sizga olib keldim", dedi u. Sulton bobo matoni ochdi. Ichidan eski cho'ntak soati chiqdi. Kumush qopqoqli. Yuzasi ancha yeyilgan. Qariya uni ko'rishi bilan nafasi ichiga tushdi. Bu Murod akaning soati." Muhayyo bosh irg'adi. "Ha, onam o'limidan oldin buni menga berdi. Va bir gap aytdi. Agar bir kun Sulton akangni topsang, soatni unga ber. Chunki bu unga tegishli." Sulton bobo soatni kaftiga olib uzoq tikilib qoldi. Ko'zlaridan yosh tomchilardi. "Men uni urushga ketayotgan kuni sovg'a qilgan edim", dedi u sekin. Murod aka esa qaytarib bermagandi. Hovlida yana sukut cho'kdi. Ammo bu safar og'ir sukut emasdi.
Bu yarashuv sukunati edi. 80 yil kechikkan yarashuv. Kechqurun muhayyo ketishga chog'landi. Ammo ketishidan oldin Zarnigorning yoniga keldi. "Sen baxtli qizsan", dedi u. "Nega?" "Chunki yoningda buyuk inson yashayapti. Biz esa butun umr uni qidirib yuribmiz." Zarnigor Sulton boboga qaradi. Qariya esa yong'oq daraxti tagida o'tirgancha qo'lidagi eski soatni silab turardi. Shu lahzada u juda qari ham emasdi. Juda yosh ham emasdi. U shunchaki va'dasini bajargan inson edi. O'sha oqshom yulduzlar har qachongidan ham yorqin ko'rinardi. Sulton bobo esa uzoq vaqt osmonga qarab o'tirdi. Keyin asta pichirladi. "Murod aka, endi oilangiz ham topildi. Endi hammasi joyida." Shamol mayin esdi. Yong'oq barglari shitirladi. Va qariya yuragida ilk bor mutlaq xotirjamlik paydo bo'ldi. Ammo hayot hali unga yana bir quvonch tayyorlab qo'ygan edi. Bu quvonch esa Zarnigorning taqdiri bilan bog'liq edi. Bahor kunlari bir-birini quvib o'tardi. Hovlidagi o'rik daraxtlari oppoq gullarga burkangan. Havo esa umid hidiga to'lgandek edi. Zarnigor har kuni ertalabdan kechgacha kitob ustida o'tirardi. Imtihonlarga sanoqli kunlar qolgan edi. Sulton bobo esa uni kuzatib o'tirishni yaxshi ko'rardi. Ba'zan qiz kitobdan bosh ko'tarmay o'qib ketardi. Shunda qariya kulib qo'yardi. "O'zingni qiynab yuborma qizim. Bilim ham yerga ekilgan urug'ga o'xshaydi. Majburlab unib chiqmaydi." Zarnigor jilmayardi. Lekin ichida bir qo'rquv bor edi. U muvaffaqiyat qozonishni juda istardi. Chunki bu endi faqat o'zi uchun emasdi. Sulton boboning ishonchini oqlash uchun ham kerak edi. Nihoyat imtihon kuni yetib keldi. Ertalab qiz hayajondan non ham yeya olmadi. Qo'llari muzlab ketgandi. Sulton bobo esa uning yoniga kelib ikki qo'lini boshiga qo'ydi. "Men urushga ketayotganimda ham shunchalik qo'rqmaganman", dedi kulib. "Imtihondan qo'rqadigan hech narsa yo'q. Bor bilganingni yozasan. Qolganini Yaratganga qo'yasan." Zarnigor boboning qo'lini o'pdi va yo'lga tushdi. O'sha kun Sulton bobo uyda tinch o'tira olmadi. Bir ayvon tomonga chiqardi. Bir hovlini aylanardi. Bir tasbeh aylantirardi. Jamshid kulib yubordi. "Ota, siz qizdan ko'ra ko'proq hayajonlanyapsiz." Sulton bobo jilmaydi. "Balki, chunki men uning baxtli bo'lishini juda xohlayman." 3 kun o'tdi. Natijalar e'lon qilinadigan kun keldi. Ertalabdan hovlida hamma yig'ilgan edi. Zarnigorning qo'llari titrardi. Telefonni bir necha marta ochib yopdi. Nihoyat natijalar chiqdi. Bir necha soniya hech kim nafas ham olmadi. So'ng qiz birdan qichqirib yubordi. "O'tdim. O'tdim ota. Men o'tdim." U yig'lagancha Sulton boboning bo'yniga osildi. Qariya ham ko'z yoshlarini yashira olmadi. "Qizim, barakalla. Men bilardim. Bilardim sen uddalashingni." Hovlida bayram boshlandi. Qo'shnilar keldi. Oqsoqollar keldi. Hamma Zarnigorni tabriklardi. Ammo eng baxtli inson Sulton bobo edi. Chunki u qizning ko'zlaridagi quvonchni ko'rardi. Bu quvonch uchun u hamma narsaga rozi edi. Kechqurun mehmonlar ketgach ikkalasi yong'oq daraxti tagida o'tirishdi. Havo iliq edi. Osmonda esa son sanoqsiz yulduzlar porlardi. "Ota", dedi Zarnigor sekin. "Men sizga bir narsani aytmoqchiman. Ayta qol qizim. Agar siz bo'lmaganingizda men allaqachon yo'q bo'lardim. Balki o'zimni o'ldirardim. Balki o'sha yovuz odamlarning qo'liga tushardim. Balki hayotim butunlay boshqacha bo'lardi." Sulton bobo boshini chayqadi. "Yo'q qizim. Bu sening kuching edi. Men faqat eshikni ochib berdim. Ichkariga kirgan esa o'zing bo'lding." Zarnigorning ko'zlari namlandi. Shunda qariya cho'ntagidan nimadir oldi. Bu eski kumush kalit edi. Qiz hayron bo'ldi. "Bu nima?" "Bu sandiqning kaliti", dedi Sulton bobo. "Qaysi sandiqning?"
Men butun umr saqlagan sandiqning. Endi u seniki. Zarnigor hayratdan qotib qoldi. Yo'q ota. Bunaqa demang. Hali uzoq yashaysiz. Sulton bobo jilmaydi. Balki yo'q. Lekin hayotning qonuni bor. Omonat bir qo'ldan ikkinchisiga o'tadi. Meniki esa senga. Qiz kalitni qo'liga oldi va yuragi siqilib ketdi. Chunki bu oddiy kalit emasdi. Bu ishonch edi. Bu mehr edi. Bu butun bir umrning ramzi edi. Shu payt darvoza oldida mashina ovozi eshitildi. Hamma hayron bo'lib qaradi. Notanish oq mashina hovli oldida to'xtadi. Undan kostyum kiygan 2 kishi tushdi. Ular o'zlarini tanishtirishdi. Biz viloyat hokimligidanmiz. Sulton Rahimov shu yerdami? Menman, dedi qariya. Erkaklardan biri jilmaydi. Sizga rasmiy xabar olib keldik. Respublika komissiyasi qaroriga ko'ra sizning urush yillaridagi jasoratingiz va keyingi hayotingizdagi insonparvarlik faoliyatingiz uchun maxsus davlat mukofoti beriladi. Hovlida yana sukut cho'kdi. Sulton bobo esa boshini egdi. Bir necha soniya indamadi. So'ng sekin dedi: Men mukofotni qabul qilaman. Lekin bitta shart bilan. Qanaqa shart? Marosimda mening yonimda Zarnigor ham turadi. Chunki agar odamlar meni qahramon desa, bu qiz ham qahramon. U hamma og'riqlarga qaramay sinmadi. Erkaklar bir-biriga qarab jilmayishdi. Albatta, dedilar. O'sha kecha Zarnigor uzoq vaqt uxlay olmadi. U qo'lidagi kalitga qarab yotdi va ilk bor kelajagidan qo'rqmadi. Chunki endi uning ortida nafaqat xotiralar, balki uni chin dildan sevgan bir insonning duosi ham bor edi. Va ba'zan insonni oldinga olib yuradigan eng katta kuch aynan shu bo'ladi. Davlat mukofotini topshirish marosimigacha hali bir necha hafta bor edi. Ammo bu xabar qishloq bo'ylab shamoldan tez tarqaldi. Odamlar endi Sulton boboni boshqacha ko'z bilan ko'rishardi. Ilgari uni faqat urush faxriysi deb bilishgan bo'lsa, endi uning butun hayoti bir dars ekanini tushunishayotgandi. Bir kuni choyxonada 2 kishi gaplashib qoldi. Eslaysanmi? O'sha payt hammamiz uni yomonlagandik, dedi biri boshini egib. Ha, dedi ikkinchisi xo'rsinib. Odamni bilmay turib hukm qilish qanchalik oson ekan. Shu payt choyxonadagi oqsoqollardan biri gapga aralashdi. Odamning asl qadrini ko'rish uchun ba'zan uning butun umrini bilish kerak bo'ladi bolalar. Birgina voqeaga qarab hukm qilma. Hayot har doim ko'rinib turganidan chuqurroq. Bu gaplar asta-sekin butun qishloqqa tarqaldi. Hatto maktab o'qituvchilari ham bolalarga Sulton bobo haqida gapirib beradigan bo'lishdi. Ular qariyaning urushdagi jasoratlarini emas, vijdonini misol qilib keltirishardi. Chunki urushda qahramon bo'lish qiyin. Ammo 80 yil davomida vijdon bilan yashash undan ham qiyinroq edi. Oradan yana bir necha kun o'tdi. Bir kuni tushdan keyin Zarnigor universitetdan xat oldi. U stipendiya ham yutgan edi. Qiz quvonchdan yig'lab yubordi. Bu xabarni eshitgan Sulton bobo esa uzoq vaqt indamay qoldi. So'ng yuzida g'urur paydo bo'ldi. Ko'rdingmi qizim? Dedi u. Yaxshilik hech qachon yo'qolmaydi. Ba'zan kechikadi, lekin albatta qaytib keladi. Zarnigor kulib qo'ydi. Bu sizning duoyingiz ota. Yo'q, dedi qariya bosh chayqab. Bu sening mehnating. Men faqat yo'lingdagi toshlarni surib qo'ydim. Yo'lni esa o'zing bosib o'tding. Shu kuni kechqurun qariya sandiqni yana ochdi. Bu safar u ichidan eski fotoalbom chiqardi. Zarnigor uning yoniga o'tirdi. Albomdagi suratlar qora oq edi. Ba'zilari juda xiralashib ketgan. Mana bu Murod aka, dedi Sulton bobo bir suratni ko'rsatib. Mana bu esa men. Yoshligimizda. Zarnigor suratga uzoq tikildi. 2 yigit yonma-yon turardi. Kulib tushgan. Ko'zlarida orzular bor edi. Urush hali boshlanmagan davr. Ular kelajakda nimalar kutayotganini bilishmasdi. Ota, dedi qiz asta.
Siz baxtli bo'lganmisiz? Sulton bobo bir necha soniya o'ylab qoldi. So'ng jilmaydi. Ha, baxtli ham bo'lganman. Baxtsiz ham. Lekin bilasanmi? Insonning baxti boshidan o'tgan sinovlar bilan o'lchanmaydi. U sinovlardan keyin yuragida nima qolganligi bilan o'lchanadi. Menda esa shukr, mehr qoldi. Zarnigor bu gapni uzoq eslab qoldi. Marosim kuni nihoyat yetib keldi. Viloyat markazidagi katta zal odamlar bilan to'lib ketgan edi. Urush faxriylari, o'qituvchilar, talabalar, jurnalistlar hamma yig'ilgan edi. Sulton bobo yangi chopon kiygan. Ko'kragida orden medallari yarqirab turardi. Uning yonida esa Zarnigor turardi. Oq libosda, boshini mag'rur tutgan holda. Marosim boshlangach Sulton boboni sahnaga taklif qilishdi. Butun zal oyoqqa turdi. Qarsaklar uzoq davom etdi. Qariya mikrofon oldiga kelib to'xtadi. Bir necha soniya atrofga qarab turdi. So'ng gap boshladi. Men nutq so'zlashni bilmayman, dedi kulib. Urushda ham ko'proq tinglaganman. Zal kulib yubordi. Lekin men bir narsani aytmoqchiman. Hayot menga ko'p narsani o'rgatdi. Eng muhim saboq esa shuki, odamlarni shoshilib hukm qilmang. Chunki siz ko'rayotgan voqeaning ortida ko'pincha ko'rinmaydigan hikoya bo'ladi. Zal yana jim bo'ldi. Sulton bobo davom etdi. Agar men bugun shu yerda turgan bo'lsam, bu faqat men tufayli emas, yonimdagi qiz tufayli ham. Chunki u menga insonning ruhini sindirib bo'lmasligini isbotladi. Zarnigorning ko'zlariga yosh keldi. Butun zal unga qarab qarsak chaldi. O'sha lahzada qiz o'zini ilk bor yolg'iz emasligini his qildi. Marosim tugagach odamlar uzoq vaqt Sulton bobo bilan suratga tushishdi. Qo'lini siqishdi. Duo so'rashdi. Ammo qariya eng ko'p bir narsadan xursand edi. Zal eshigidan chiqayotgan paytda u Zarnigorning yuziga qaradi va unda uzoq yillardan beri ko'rmagan nur borligini sezdi. Bu umid edi. Kelajak edi. Hayot edi. Kechqurun ular qishloqqa qaytishdi. Quyosh botayotgan edi. Mashina hovli oldida to'xtadi. Sulton bobo yong'oq daraxtiga qaradi. So'ng osmonga va ichida bir tuyg'u uyg'ondi. G'alati, ammo juda sokin tuyg'u. Go'yo uzoq safardan qaytgan odamning hisi kabi. U asta pichirladi. Murod aka, men va'damni bajardim. Endi ko'nglim tinch. Shamol mayin esdi. Daraxt barglari shitirladi. Va qariya yuragida ilk bor mutlaq osoyishtalik hukm surdi. O'sha oqshom g'alati darajada sokin edi. Go'yo tabiatning o'zi ham shoshilmay qolgandek. Quyosh ufq ortiga yashiringan. Osmonda esa mayda yulduzlar birin-ketin ko'rina boshlagan edi. Hovlida faqat yong'oq daraxti barglarining mayin shitirlashi eshitilardi. Sulton bobo ayvondagi eski kursida o'tirar. Qo'lida esa Murod polvondan qolgan kumush soat bor edi. U soat qopqog'ini ochdi. Eski mexanizm hali ham ishlardi. Sekin, ammo aniq. Xuddi umrga o'xshab. Bir kuni to'xtaydi. Lekin to'xtaguncha o'z vazifasini bajaradi. Zarnigor esa choy olib chiqdi. Ota, charchamadingizmi? Sulton bobo jilmaydi. Charchadim qizim. Lekin bugun boshqa charchoq. Yaxshi charchoq. Uzoq yo'l yurgan odam manzilga yetgandagi charchoq. Zarnigor uning yoniga o'tirdi. Bir necha daqiqa ikkalasi ham jim qoldi. Ba'zan eng muhim suhbatlar aynan sukut ichida bo'ladi. Nihoyat qiz sekin so'radi. Ota, siz hech nimadan afsuslanasizmi? Sulton bobo uzoq o'yladi. Juda uzoq. So'ng boshini asta qimirlatdi. Ha, afsuslarim bor. Har bir odamda bo'ladi. Lekin endi ular meni ezmaydi. Chunki men qo'limdan kelganini qildim. Inson qo'lidan kelganini qilsa, qolganini taqdirga topshirish kerak. Shu payt hovli darvozasi taqilladi. Kech bo'lishiga qaramay mehmon kelgandi. Jamshid edi.
U odatdagidan boshqacha ko'rinardi. Hayajonlangan. Hatto biroz shoshib qolgan. "Ota", dedi u hovliga kirar ekan. "Sizga bir yangilik bor." "Nima gap, bolam?" Jamshid jilmaydi. Zarnigor universitet yotoqxonasiga emas, maxsus grant dasturiga qabul qilinibdi. U Toshkentdagi eng yaxshi talabalar turar joyida yashaydi. Hamma xarajatlari qoplanadi. Zarnigor hayratdan qotib qoldi. "Rostdanmi?" "Ha. Hujjatlar bugun kelibdi." Qizning ko'zlariga yosh keldi. U darhol Sulton boboga qaradi. Qariya esa jilmayib turardi. "Men aytgandim-ku", dedi u. "Yaxshilik yo'qolmaydi" deb. O'sha kecha ular uzoq suhbatlashdi. Kelajak haqida, o'qish haqida, hayot haqida. Nihoyat tun yarmidan o'tgach hamma o'z xonasiga tarqaldi. Sulton bobo esa yana biroz hovlida qoldi. U osmonga qaradi. So'ng ko'zlarini yumdi. Yuragida g'alati iliqlik bor edi. 80 yil davomida izlagan tinchlik nihoyat topilgandi. Ertasi tong esa odatdagidan boshqacha boshlandi. Zarnigor uyg'onib ayvonga chiqdi. Hovli juda jim edi. Odatda bu paytda Sulton bobo allaqachon namoz o'qib bo'lgan. Tasbeh aylantirib o'tirgan bo'lardi. Ammo bugun kursi bo'sh edi. Qiz avvaliga hayron bo'lmadi. Balki ichkaridadir deb o'yladi. So'ng sekin qariyaning xonasiga yaqinlashdi. Eshik yarim ochiq edi. Zarnigor ehtiyotkorlik bilan ichkariga kirdi va shu zahoti joyida qotib qoldi. Sulton bobo karavotida yotardi. Yuzida esa juda sokin tabassum bor edi. Xuddi chuqur uyquga ketgandek. Qo'lida esa o'sha kumush soat. Ikkinchi qo'lida Murod polvonning maktubi turardi. Zarnigorning ko'zlariga yosh qalqdi. "Ota", dedi u sekin. Javob bo'lmadi. "Otajon." Qiz yaqinlashdi va qariyaning qo'lini ushladi. Qo'l sovuq edi. Ammo yuzidagi tabassum o'zgarmagan edi. O'sha tabassumda qo'rquv yo'q edi. Pushaymon yo'q edi. Faqat tinchlik bor edi. Zarnigor yig'lab yubordi. Lekin bu faqat ayriliq yig'isi emasdi. Bu minnatdorlik yig'isi ham edi. Chunki u bir narsani tushungandi. Ba'zi insonlar ketadi. Ammo ular qoldirgan nur ketmaydi. O'sha kuni butun qishloq yig'ladi. Faqat qishloq emas. Butun tuman yig'ladi. Janozaga minglab odam keldi. Urush faxriylari ham, talabalar ham, oddiy dehqonlar ham, amaldorlar ham. Hamma bir narsani aytardi. Bugun katta inson ketdi. Janoza tugagach Zarnigor yong'oq daraxti tagida uzoq o'tirdi. Shamol barglarni shitirlatardi. Qiz qo'lidagi eski kumush kalitga qaradi. So'ng sandiqni esladi. Omonatni esladi. Va sekin jilmaydi. Chunki endi u yolg'iz emasdi. Sulton bobo ketgan bo'lsa ham, uning duosi qolgan edi. Uning sabog'i qolgan edi. Uning vijdoni qolgan edi. Yillar o'tadi. Zarnigor universitetni tamomlaydi. O'z kasbining ustasi bo'ladi. Oilali bo'ladi. Farzandlari bo'ladi. Lekin har bahor kelganda, har safar yong'oq barglari shitirlaganda, u 100 yoshli qariyani eslaydi va bolalariga shunday deydi: insonning buyukligi uning qancha yashaganida emas, boshqalar uchun nima qoldirganida. Va shunda shamol mayin esadi. Go'yo uzoqdan bir ovoz eshitilgandek bo'ladi. Omonatni asrang. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Farrosh hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.